ishtirok etdingiz. Nomeringizni boshidan aytib bering, opa. +7 Aha. 966 996 deng. 966 Ha. 996 nomerim ham bor Telegramda. Shu Telegramingizga nomeringizni chiqdim men hozir. Ha, Telegramdagi nomerga Chunki chiqqan daftarimda shu nomeringiz yozilgan ekan. Aha. Ona daftarda oling-da. Qoran. Основной nomerim anaqada. Chunki bu Telegramdagi nomeringizga chiqdik. Biz hozir aloqaga oldin zakaz bergan nomeringizni mashinada deb yozib qo'ygan ekanman. +7 996 Telegram. ha 764 58 82 shu nomeri. Xuddi shunday. Shuni opa hozir boshqa nomerdan aloqaga chiqdik. Sizga tusha olmadik. Hozir o'zim prямо efirda o'chirib turib, sizga o'zimning nomerimdan chiqdim. Hozir bir zakaz qilgan paytingizni mana. Bahodir degan inson Ha, o'tash deb yozgan ekanlar. mana. Hurmatli azizlar, mana Samarqand +7 996 764 58 82 nomerdan opamiz qora panteramizni kattasidan zakaz qilgan. 430 ga 230, tumbasi 260 ga 90, bitta 60 ga 50. Shunaqa, Safiya opa? Xuddi shunday. Stoli 275 ga, endi 90 lik gold stol. Narxiga keladigan bo'lsak, nech pulga olgansiz, Safiya opa? Ashpatda. 6,5 million 500 ming. 6 million 500 ming so'mga. Keyin yana bitta qo'shimcha divan ham olgan ekansiz, opa? Divan olganman, anaqa knishka divan. Ha, spalni bo'ladigan divan ham olgan ekansiz. Hozir opa Knishka divan olganman. prямо efirda bitta nomerlarni yozib anaqa qildik. Hozir sizga yutuq chiqdi. Shunimizni hozir sizga Samarqandga jo'natib beraman. Opa, Samarqandlik agar kutib oladigan odamlaringiz bo'ladigan bo'lsa, opa, nomerini menga SMS qilib tashab qo'ying. Borgandan keyin faqat shu kresloda haqiqatda mana Nodirbekdan keldi Andijondan deb turib menga bir 2 minutlik video syomka qilib tashab berishsin. Buni YouTube kanalimga joylayman, opa. Xudo xolasa. Shuning uchun bir sizdan iltimos O'zbekiston nomerini qiling. Yo'l kiralarini ham to'lab beraman, opa, behijolat. Xo'p, rahmat. Bo'pti, opa. Xudo xolasa. Malaring ilohim topganlaringni barakotlarini bersin Alloh. Aytganingiz kelsin, opa, aytganingiz kelsin. Amin. Oilangiz bilan sog' salomat barakada yashanglar ilohim. Aytganingiz kelsin. Bo'pti, Safiya opa, Xudo xolasa yana aloqaga chiqamiz. Inshaalloh menga O'zbekiston nomer tashab qo'ying, qabul qilib oladigan odam nomerini sizga jo'natib beraman, opa. Rahmat, bukajonim tashlayman. Bo'pti, opa, xo'p. Rahmat sizga. Bo'pti, opa, xo'p. Mana ko'rdinglar, hurmatli yurtdoshlar, mana bu opamiz oldin zakaz qilgan, mana cheklariga da tashagan. Mana 7 million 500 ming so'm nalishni sotganmiz. Mana mana shu komplet uголовimizni sotganmiz bu opaga. Haligi nima deydi? Anaqa emas, bu mana 24-fevralda bo'lyapti bu. 24-fevralda. 24-fevralda ekan. Zakaz qilganda gaplashganmiz, mana monolarni zakaz qilgan. Ash paytda 1 million zakat tashagan ekan, mana keyin qolgan zakatni ham tashab bergan. Mana ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, mana kimga nasib qilsa dedim-ku, mana Xudo xolasa mana shu opamizga nasib qildi. Xudo xolasa jo'natib beramiz. Endi borgandan keyin bitta video qilib tashab bersa, uni ham YouTube kanaliga joylaymiz inshaalloh. Nima deymiz endi? Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana kuzatishda davom etinglar. Mana shu kreslo mana shu opamizga nasib qildi. Xudo xolasa chiroyli qilib manziliga jo'natib beramiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'ling, salomat.